bankimizin mijozlari, sizlar ko'p turganimizga xursandmiz. Bugun muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil etilgan 3 yil tajribasi asosida tashkil etilgan uchrashuvda yig'ilib turibmiz. Bu uchrashuvdan ko'zlangan asosiy maqsad siz tadbirkorlarni muammolarini hal etish orqali yangi ish o'rinlarini yaratishga qaratilgan. Marhamat, kimda qanday muammo yoki takliflar, savollar bo'lsa, qanday imtiyozli kreditlar bor, qanday foydalanish ularni aytsangiz bo'ladi. Rahmat. Yaxshi savol. Hozirgi kunda bankimizga biriktirilgan maqalalarda o'z-o'zini band qilish orqali ajratiladigan mikroqarz kreditlarimiz mavjud. Bular birinchisi mahalla loyihasi krediti, ikkinchisi biznesga ko'mak kreditlari hisoblanadi. Mahalla loyihasi krediti 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan 25% asosida beriladi. Bu yerda bankimizda bitta yana imtiyoz qo'shilgan, ayol tadbirkorlarga 2% past, ya'ni 23% dan ajratiladi.